Alaykum, hurmatli obunachilar, mana navbatdagi kamera pechkamiz. Farg'ona, O'zbekiston tumani, Pastqo'riq o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka to'rtliklisida 1 metrli, 3,5 ga 5 xonalar, ikkitasini bemalol isitaveradi. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Oldi ko'rinishi yoqib sinadik. Orqa ko'rinishi eritib boryapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pechka to'rtliklisida bo'lgan, qanotlari bor, oblisipkadan chiroyli qilib o'rnatib yoqib berdik. Kamyonni o'zimiz olib borib o'rnatib yoqib beramiz. Xizmatlar vodiy bo'ylab. Umuman tutamaydi, shamol kelsa ham tutun qaytaryapti, o'chir pechkani degan narsalarni unutadiganlar odamlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. O'ta chiroyli, go'zal, ko'rkam. Qish kelishi bilan sirazi yoqasizlar. Erta bahor, qish tugashi bilan buzib ber, qurib ber degan narsalarni unutasizlar, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna qo'yasizlar.